Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Mana Xudoga shukr. Hozir mana shu anaqa bir bola Safo degan joyi ekan. Ota-onalarimizni Xudo xolasa umra qilib chiqdik. Mana bu yerda Xayroxon opam, mana egasi, mana sherigi bu yerda namozlarni o'qib oldik. 2 rakat namoz o'qilar ekan. Endi shu ota-onalarimizni umra bo'lsin deb shunga bag'ishlab o'qidik. Mana bu yerda mana nima bir narsa Safoy degan mana shu 7 martadan yuradigan joylar bor ekan. Mana shularni qildik, tavba ibodatlarni qildik. Mana Ka'batullohda o'sha mana shu joylari ekanda endi mana shu qiladigan ibodatlar ekan. Mana shu ibodatlarni bajarib Al-Nabi deb yozgan joylari ekan. Mana bu yerda namoz o'qishib oldik o'zimiznikida. Mana bu ichkarida qo'l ana shu aylanib tavoq qiladigan joylar ekan. Yuradigan joylar ekan. Mana qurilishlar endi vobshe Allohning qudratida endi bu bunaqa daryolar endi juda o'ta go'zal, o'ta zo'r. Bironta bir chang-pang yo'q. Mana shu yanaqa oq ustoshlarda polni yuraverar ekan. Mana polni yuraverar ekan. Mana ayasi keldi, sizga suv bormikan? Suv yo'qda, ayasi ichib qo'yib qo'ylasizmi? Mana onasi o'tiribdi, salom deb qo'yadi. Bu yerda nima dedi? Nima Safo dedi? Marvarid Safo. Marvarid Safo ekan. Mana bu yerda mana qarab qo'yinglar. Marvarid Safolar. Xayroxon opa, Dilshada, qo'l ko'taringlar, rasmga olyapti. Marvarid Safoda tavba ibodat qilishyapti mana. Xayroxon opam eshitmadi, mayli. Endi bu ham yurib charchadi. Endi bechora biz bilan teppa-teng 7 marta aylandi. Malades, irodasiga qoyilman. Xayroxon opa umringiz uzoq bo'lsin. Hojilaringiz qabul bo'lgan rost bo'lsin opa. Ilohim jannatlarga kiring, ilohim jannatlarda bo'ling opa. Voy buvijonimga ixlos qilib, voy buvijonimga bu Xayroxon opam Safo Marvaridda bag'ishladi. Voy buvijonim ham Xudo xolasa hoji ona bo'ldilar. Shunaqa ishlar, mana bu yerda tozalaydigan yigitlar mana bular ham o'zlarining ishlari bilan shug'ullanar ekan. Peshin o'qib ketyapti. Dilshada xolam onasiga bag'ishlab Safo Marvaridda onasiga bag'ishlab tavba ibodat qildi. Ilohim buni ham otasi